Tinchlikmi? Boyatdan beri nimani qidiryapsiz? Dadamni plastiklarini. Bu yerda nima qiladi? Tunov kuni borganimda olib kelgan edim. Yangilab beraman deb muddat o'tgan ekan. Pensiyalar ham tushib qolgandir. Borganimga ham ancha vaqt bo'ldi. Xo'p, lekin shu bugun olib borib berishingiz shartmi? Ha, shart. Shart. Ertaga ishga chiqib ketib qolsam, shu bilan vaqtim bo'lmaydi. Pensiyalar ham tushgan bo'lsa kerak. Borib bankomatdan pul yechib berishim kerak. Pul yechishni ham bilishmaydi hali. Nega bilishmas ekan? Juda yaxshi bilishadi-da. Sizga ataydan qilishadi. Menga qara. Sen nega ota-onam to'g'risida gap ketsa doim shunday qilasan-a? Hech nima deganim yo'q. Shunchaki bugun siz bilan bozorga borib kelishim kerak edi. Men hech qayerga bormayman. Vaqtim yo'q. Bugun ota-onamning oldiga borib kelaman. Xabar olib kelay. Dadam, oyim deyaverishingiz jonimga tegib ketdi. Xuddi yosh bolaga o'xshaysiz-a? Bir xil gap eshitaverishdan charchadim. Charchadim? Nimadan charchading? Ha? Kimdan charchading? Menga qara. Ular meni ota-onam. Eshityapsanmi? Ota-onam. Nima qilay? Voz kechaymi? Ayt, voz kechaymi? Menga qara. O'zi to'g'risi ota-onam bilan birga yashashimiz kerak edi. Yashash u yoqda tursin. Har zamon borib xabar olib kelishiga ham yaramaysan. Yashagingiz kelayotgan bo'lsa boring. Yashang. Hech kim sizni qo'lingizdan ushlab turgani yo'q. Endimi? Ha? Endimi? Menga qara Nazira. Haddingni oshib ketmayapsanmi? O'rningni bil. Tushunyapsanmi? O'rningni bilib yur.